Assalomu alaykum. Bugun China Motors Kokant YouTube kanalida FAW Tiger samosvallari haqida gaplashamiz. Bugun shu mashinamiz haqida to'liq ma'lumotlar berib o'tamiz. Ushbu avtomobilimiz 100 litrli bakka ega bo'lib, yukchay dvigatel Euro 2 yukchay dvigateli bilan jihozlangan. Dizel bilan harakatlanadi. Real o'zi haydab ko'rgan haydovchilar, ya'ni shofyorlar aytishiga qaraganda 17 tadan 20 tagacha shahar ichida, trassada bo'lsa 14 tadan 17 tagacha rasxod qilyapti ekan. Bu motorodagi 5 tonnali mashinalarga qaraganda bu juda ham yaxshi ko'rsatkich hisoblanadi. Ushbu avtomobilimiz 130 ot kuchiga ega bo'lib, kuzovlar razmerlari 308 metrga, eni 201 metr hamda samosvalda bu yarim metr hisoblanadi. Endi ichlariga o'tadigan bo'lsak, hozir ichlariga chiqib, polnosti ichlarini obzor qilib beramiz. Xo'p, ushbu mashinamizda hamma siz uchun kerakli bo'lgan komfortlar mavjud. Ya'ni 360 kamera, konditsionerlar, magnitofon, hamma zamonaviy shu yuk mashinalarida kerak bo'ladigan hamma funksiyalar bor. Undan tashqari alohida aytib o'tadigan bo'lsak, mana orqasida bir kishilik spalni. Mana dokumentlarda ham shu 3 kishilik bo'ladi, ya'ni mana nimalar ko'tariladi. Ko'rsatib beramiz birato'la. Mana dokumentlarda ham 3 kishilik bo'ladi. Bemalol 3 kishi bo'lib ketilaveradi. Mana nimalari, skoristlari 8 talik skoris, mana yaxshilab ko'rsatib ketingda-ki. Mana 8 talik skoris oldi, arqa. Narxini aytamizmi yoki sirmi? Yo'q, aka, narxi bizni China Motors Qo'qon obunachilari uchun sir emas. Narxi 460 million 320 ming so'm. Va agar shu bizni YouTube kanalimizdan keldi, shuni ko'rib kelyapsiz desanglar, sizlarga yana bonuslari, chiroyli skidkalari bo'ladi, xudo xohlasa. Bizni sahifamizdan uzoqlashmanglar, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Agar yana obuna bo'lib qo'yadigan bo'lsalaring, sizlar yordamlaring bilan menga motivatsiya bo'ladi va yanada bundan ham qiziqarli va bundan ham arzon, bundan ham kerakli texnikalarni xudo xohlasa sizlar uchun olib chiqamiz. Salomat bo'linglar.